Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz sizlarga tarmoqli marketing biznesida juda muhim rol o'ynaydigan mavzu bu tanishlar ro'yxati haqida gapiramiz. Buni nafaqat tanishlar ro'yxati, balkim imkoniyatlarni oltin fondi desa ham bo'laveradi. Chunki bu juda muhim mavzu. Ro'yxat nima uchun kerak? Ro'yxat bu sizni biznesingiz asosidir. Birinchidan, ro'yxat tuzish bu biznesdagi sarmoyasiz boshlagan ishingiz. To'liq ma'lumotga ega bo'lgan ro'yxat ishingizni natijasiga ijobiy ta'sir qiladi. Shuning uchun uni yozishda vaqtingizni va kuchingizni ayamang. Notanish odam qidirib o'tirish shart emas, ro'yxatni o'zingiz bilgan, tanigan insonlardan boshlaysiz. Ikkinchidan, yaqinlaringiz bor. Ular siz murojaat qilsangiz, albatta quloq tutadi va e'tibor bilan tinglab sizga ishonishadi. Uchinchidan, ro'yxat kundan kunga doim ko'payib borishi kerak. Chunki siz yangi insonlar bilan tanishasiz har kuni va hali esingizga keladigan ko'pgina insonlar bor. Ro'yxat sizni bu biznesdagi harakatlaringizni, ishlaringizni rejalashtirishda yordam beradi. Shuni esda tutingki, agar hozir sizga tanishlaringiz kamdek tuyulsa ham, ular siz o'ylagandan ham juda ko'p bo'ladi. Buni ro'yxat tuzganingizda yaqqol bilinadi. Statistikaga qaraganda har 30 yoshga kirgan kishining o'rtacha tanishi 2,5 mingtaga teng ekan. Ro'yxatga kimni yozish kerak? Ro'yxatda qancha ko'p kishi bo'lsa, lideringiz sizga shuncha ko'p ishonch bildirib, ko'proq va jiddiy vaqt ajratadi. Hech bo'lmaganda kamida 200 ta kishi ismini yozishingiz kerak va ro'yxatni birovga yozdirmasdan faqat o'zingiz yozishingiz kerak. Ro'yxatga bu insonga qiziq bo'lmaydi yoki tushunmaydi bu biznesni deb o'ylagan tanishlarni ham yozishingiz kerak. Tanishlaringizni yetarli puli bo'lmasa ham yozishingiz kerak. Ularni boyish imkoniyatidan mahrum qilgan bo'lasiz va o'zingizni guruhingizga ham zarar keltirasiz. Boy, kambag'al, ma'lumotli yoki ma'lumotsiz, qari yoki yosh, muvaffaqiyatli yo muvaffaqiyatsiz bo'lsa ham ro'yxatga albatta kiritishingiz kerak. Bu biznes bilan tanishib chiqishsin. Hech qachon ularning taqdirini o'zingiz hal qilmang. Bu biznes bilan shug'ullana oladimi yoki yo'qmi degan savolga javob qidirish o'rniga bu tanlash huquqini har kishini o'ziga qo'yib bering. Agar e'tibor berib ko'rsangiz, atrofda ko'pchilik insonlar o'zlarining hayotini yaxshi tomonga o'zgartirish uchun shunaqangi imkoniyatlarni qidirishadi. Avvalambor yaqinlaringizni, ya'ni qarindoshlaringiz, do'stlaringiz, qo'shnilaringizni yozing. Ijtimoiy aloqadagilar, ya'ni hamkasblaringiz, sinfdoshlaringiz, kursdoshlaringiz, sport to'garakka birga qatnashganlar, birga dam olganlar, birga davolanganlarni yozing. Onlayn kontaktdagilar, ya'ni sotsial tarmoqdagi obunachilaringizni, gruppadoshlaringizni yozing. Tasodifiy tanishlaringiz, ya'ni bu magazin sotuvchisi, sartarosh bo'lishi mumkin, massajist yoki tanish vizajist, kosmetolog, fitness trener, shifokor, o'qituvchi, taksist yoki navbatda turib biron joyda tanishib qolgan tasodifiy insoningiz bo'lishi mumkin. Tarmoq biznesida tajribasi bor insonlarni yozing. Kichik yoki yirik biznesiga ega bo'lgan insonlarni yozing. Professional sotuvchilar, sotishni biladiganlarni yozing. Muhimi, avvaldan bu inson to'g'ri keladimi yoki yo'qmi deb odamlarga baho berib o'tirmang. Sizni asosiy qiladigan ishingiz ro'yxatni to'la-to'kis yozish, uni analizini esa keyinroq qilasiz. Ro'yxatni qanday yozamiz? Ro'yxatni o'zingizga qulay va informativ tarzda yozishingiz kerak bo'ladi. Birinchi ismi sharifi, kontakti, kasbi, qiziqishi, oilasi haqida va sog'lig'i haqida, uni sizga yaqinligi yoki kimligini va birinchi suhbatingizni sanasini yozib qo'yasiz. Ko'pchilik ro'yxatga 5-6 ta odam yozib yetadi. Axir bizga bor yo'g'i 3-4 ta hamkor yetarli-ku deyishadi. Ro'yxat yozish juda muhim. Bunday fikr yuritish bilan natijaga erishib bo'lmaydi. Eng kami 200 dan oshiq odam yozish kerak. Bu odam boy, bu odam kambag'al, bunisi doim band deb o'ylamasdan ularni o'zidan albatta so'rab ko'ring. Onlayn kontaktlaringiz ham bu sizni auditoriyangiz hisoblanadi va ularni ham ro'yxatingizga yozing. Ertaga qilaman deb o'tirmasdan hoziroq, bugunoq yozing va hoziroq ishni boshlang. Ro'yxatdan qanday foydalanamiz? Guruhlarga bo'lamiz ro'yxatni.
Bu qarindoshlaringiz, yaqinlaringiz, do'stlaringiz, hamkorlaringiz bo'lishi mumkin. Sinfdoshlar, guruhdoshlar, kursdoshlar, qo'shnilar, ular bilan suhbat qiladigan sanani yozib qo'yasizda va shunga qarab reja tuzasiz. Ro'yxatga ham qiziqishi bildirgani yoki kim bosh tortganligi haqida ozgina ma'lumot yozib qo'yasiz. Ularni bosh tortganligi xafa bo'lib, yuragingizga yaqin olmang. Bu tabiiy hol. Shuni esda tutingki, tarmoq marketingi bu saralash biznesidir. Sizni vazifangiz shunchaki qo'ng'iroq qilish va nima qilayotganingiz haqida minimal ma'lumot berish. Keyin u vaqtda bir yaxshi so'zlarni gapirib, homingiz bilan shaxsiy uchrashishga taklif qilishingiz kerak. Doim esingizda bo'lsin, sizni vazifangiz yig'ilish tashkil qilish, qolganini homiy bajaradi. Telefon orqali taqdimot qilmang hech qachon. Shunday deng: bizni jamoamiz uchun odam kerak. Men sizni tavsiya qildim. Yig'ilishga kelib eshitib ko'ring. Yoqsa qo'shilasiz, yoqmasa ketaverasiz deb qo'yasiz. Yoki yoshi kattaroq inson bo'lsa, undan maslahat so'raganday bo'lib, bu ishni qilishga arziydimi yoki yo'qmi, shunga maslahat bering. Kelib eshitib ko'ring, prezentatsiya bo'ladi deb taklif qiling. Agar savol so'rashsa, men ko'p narsani bilmayman, u yerda hammasini aytib berishadi deb qo'ya qoling. Do'stingizga telefon qilganda ko'p gapirmang. Biror narsani aytmasdan qoldirish yaxshiroq bo'ladi. Aks holda do'stingiz noto'g'ri qaror qabul qilishi mumkin. O'zingiz ko'p ma'lumot bermang. Qilayotgan ishingizni umumlashtirib, do'stingizni omingiz bilan uchrashuvga taklif qilishingiz kerak. Papka effektiga ega uchinchi shaxs yoki begona har doim ishlaydi. Aks holda bu biznesni jiddiyligiga do'stingizni ishonishi dargumon. Do'stingiz uchun qulay bo'lgan vaqtda uchrashuvni ta'minlamang. Chunki ular ko'p, lekin homiyingiz bitta. Uchrashuv uchun eng qulay vaqtni homingiz bilan kelishib oling. Xulosa qilib aytganda, do'stlar, bu ro'yxat faqat ismlar ro'yxatigina emas, bu insonlarga sizni yordamingiz va ularni sizga yordami tegishi mumkin bo'lgan ro'yxat. Ishni boshlashdan qo'rqmang. Hoziroq qo'lingizga ruchka olib, qog'ozga yoki telefoningizdagi bloknotingizga birinchi 10 ta tanishlaringizni yozing. Shuni esda tutingki, azizlar, har qanday yirik biznes mana shunaqangi kichik qadam bilan boshlanadi. Shuning bilan bu videoni yakunlayman. Keyingi videoda birinchi uchrashuvni qanday qilib to'g'ri o'tkazish haqida gapirib beraman. Sizlarga omad tilayman. Doimo sog' salomat bo'ling. Xayr do'stlar.